Hozirda erkaklar orasida bepushtlik kasalligining keng tarqalishiga va urug' sifatini tushirib yuborishiga sabab bo'ladigan 5 ta mahsulot guruhini sanab o'taman. 5-sini aniq eshitmagansiz. Birinchisi shakarli gazli mahsulotlar. Ular qondagi shakar miqdorini oshirib yuborish hisobiga testosteronni kamaytiradi va buning natijasida urug' sifati pasayadi. Ikkinchisi esa bu tez tayyor bo'luvchi ovqatlar hisoblanadi. Ularning tarkibidagi trans yog'lar spermadagi mavjud bo'ladigan DNK ning fragmentatsiyasini chaqiradi va urug' sifatini pasaytirishga olib keladi. Uchinchisi spirtli ichimliklar. Spirtli ichimliklar ham gipofizdagi FSG, LG kabi gormonlarni tushirish hisobiga spermatogenez jarayonini va testosteron ishlab chiqarilishini buzadi. To'rtinchisi soya mahsulotlari. Ularning tarkibida fitoestrogenlar ko'p bo'lganligi uchun ham urug'ni sifatini pasaytiradi va jinsiy zaiflikka ham olib kelishi mumkin ko'p miqdorda iste'mol qilinsa. Beshinchisi esa plastmassa idishlardan suv iste'mol qilish. Ya'ni plastmassa idishlarda ko'p miqdorda bisfenol degan modda mavjudligi tufayli ular urug' ishlab chiqaruvchi hujayralarni yomon ishlashiga ta'sir ko'rsatadi va zaharlaydi ularni va shuning natijasida urug'ning sifatini pasaytirib yuboradi.